Otam rahmatli bir kun bozorga yurardilar, Chosi bozorlarida o'zi bozor qilib nima qilardilar. Qaytib keldilarda, o'g'lim, bugun ikkita odam ko'rishib qoldim Chosida. Sizga ming rahmat. O'g'lingizni qo'lida o'g'lim ishlaydi. Juda yaxshi daromad oladi. Og'ir sharoitimiz og'ir edi. Sharoitdan chiqib ketdik deb ko'zida yosh bilan aytib bergan. Shundan keyin otam kelib menga buni aytdilar. Keyin o'g'lim mana mahsulotlarimiz tayyor ochiryapmiz. Xizmatga keldimi? Yaxshi, rahmat, ma'qul keldi. Ularning sifatlari yaxshi, vakolatli qilinadi. Rahmat sizga ham, ishlaringiz omad. Xuddi shunday zakazlarni qabul qilamiz, bizga murojaat qilasizlar. Sanda juda ko'p imkoniyatlar bor. Ko'p odamlarni og'ir sharoitdan olib chiqib ketish. Yo o'zing uchun yashaysan yoki shu imkoniyatlardan foydalanib, hozirgi berilayotgan imkoniyatlardan foydalanib ko'p ish joyi yaratasan va ko'p odamlarni vaziyatdan olib chiqib ketishga qo'lingdan kelgancha harakat qilasan. Tanlov san tarafda degan gapi gapirganlar bu juda menga juda qattiq ta'sir qilgan. Shundan keyin qancha ko'p ish joyi ochsam, qancha ko'p odam ishlasa, demak, shuncha shu otamizni ko'chada ko'rganda rahmat derkan. Otamizni bizga kelib bir marta o'g'lim rahmat degani, senga rahmat degani buni hech qaysi mol, mulk, pul, davlat bilan tenglashtirib bo'lmaydigan narsada Otabek aka. Otamizni bir marta rahmat degani yetarli edi bizga. Shu otamizni xursand qilar ekan, onamizni xursand qilar ekan, oilamizni xursand qilar ekan deb endi ertaga katta bo'lsang, o'g'lingga, masalan, o'g'lim, qizing otangga rahmat desa birov shuning uchun deb shu menga katta turtki bo'lib, yana ish joyi, odamlarni yaratishimiz kerak, ko'paytirishimiz kerak degan nima bilan chiqdik. Endi o'sha vaqtda bitta Jahongir edi bu narsani boshlaydigan. Haligi boshlaydigan prezident. Hozir korxonamizda yuzlab Jahongirlar paydo bo'lgan. Yuzlab menga o'xshagan odamlar paydo bo'lgan. Bugun 20 yoshlarda, 18 yoshlarda kelgan bolalar 35 yoshga keldi Otabek aka. Yuzlab bunday insonlar bor. Bugun har bittasi bitta katta holdinglarni, korxonalarni yurg'iza oladigan darajaga keldi.